masofa. Taxminan 60-70 sm. Odamlarning tirsak uzunligi har turli bo'lishi inobatga olinsa, Odam alayhissalomning bo'yi 27 yoki 30 metr degan xulosaga kelish mumkin. Ha, odamzod otasi Odam alayhissalom 30 metrga yaqin va juda quvvatli kishi edi. U zot yerga tushganlaridan keyin qariyb 1000 yil yashagan. Jannatda qancha yashagani haqida ma'lumot yo'q. Yerga tushirilgan otamiz Odam sodir etgan osiyligi, o'sha mevani tanovul qilib qo'ygani uchun 200 yil boshini sajdadan ko'tarmagan. Bashariyat otasidan keyin Allohning taqdiri bilan odamzod kichrayishni boshlagan. To qiyomat kuniga qadar inson bolasi kichrayib borishi haqida hadislar bor. Endi navbat payg'ambar Nuh alayhissalomga. U kishi o'zining sabri va g'oyasida sobit turgani bilan mashhur. 950 yil umri davomida to'xtamasdan qavmini da'vati bilan yashagan Nuh alayhissalom ham baland bo'yli va baquvvat inson edi. Tarixchilar bunga ba'zi rivoyatlarni keltirish